Konseynerlarda eng arzon narxlarda olaman deganlar uchun katta assortimentda konseynerlarimizni olib kelib qo'yganmiz. Hozir bular bilan sizlarni bitta-bitta tanishtirib o'tib ketamiz. Narxlari ham ichida bo'ladi. Konseynerimiz Immer Zifler firmasidan bo'ladi. Inverter motorli, motorlariga 10 yil, o'zlariga feniga bo'lsa 3 yil garantiya beriladi. Bularimiz 135 volt tok напряжение tushib ketgan paytda ham bemalol ishlab beraveradi. Qo'shimcha tentlari ham bo'ladi bularda. Qishda bemalol isitib foydalansanglar bo'laveradi. Bunimizni ikkosini narxini eng minimal narxlarda $270 xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Keyingi konseynerlarimiz Hisense firmasidan konseynerlarimiz bo'ladi. Bular ham 12 talik inverter motorli bo'ladi. Bular yaxshi tomoni super DC inverter motor bo'ladi. To'kiladi 40-60% gacha ekonom qilib ishlab beradi. Bularimizni ikki xil modeli kelgan bizga. Katta felli, kichkina felli modellari kelgan. Kichkina felli modelini $310 dan xarid qilsanglar bo'laveradi. Katta felli modelini $350 dan qilib beramiz. Bu ham eng arzon narxlarda bo'ladi. Furyollari ikkosiniki ham R32 eng oxirgi chiqqan furyolarda ishlaydi. Bundan tashqari, agar sizlarga bunaqa split konseynerlar kerak bo'lmaydigan bo'lsa, uylar katta bo'ladigan bo'lsa, 100 kvadratga mo'ljallangan stolkali konseynerlarimiz kelgan. Zifler firmasidan bo'ladi. Bularda ham qo'shimcha tent bor, isitib sovutadi. 135 volt tok напряжение tushib ketgan paytda ham ishlab beraveradi. Bularimizni ham pultdan, ham o'zidagi tablosidan boshqarsanglar bo'laveradi. Furyolari R32 furyonda bo'ladi. Buni ham eng minimal, eng arzon narxlari $750 dan qilib beramiz. Bemalol kelib olsanglar bo'laveradi. Agar sizlarga bu konseynerlarimiz haqida to'liqroq ma'lumot kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga bemalol telefon qilsanglar bo'laveradi. Kelib olmoqchi bo'lganlar uchun manzilimiz Andijon Jahon bozorida joylashgan.